Assalomu alaykum Angotiy bozorining aziz kuzatuvchilari. Biz sizni Kuyik ko'pir Ofiga Oltinyob ko'chasidan taklif qilamiz. Bu yerlar Atko'rma deb ham aytiladi. Hurmatli azizlar, 2020-yilda solingan katta yo'lga juda yaqin manzilda joylashgan toza joy. Azizlar, ko'rib turganingizdek juda shinam, kompaktni qilib solingan xonadonni sizga taklif qilamiz. Kirganingizda xo'li bor, o'ng qo'lda o'zining mo'jiz ixchamgina oshxonasi ham bor. Azizlar, joyimiz shifrlangan, dokumentlari soz holatda deb egalari ta'kidlab o'tdi. Yana egalarining aytuvi bo'yicha bu xonadonga, bu mahallaga, yaqin mahallalarga gaz tortilib o'tayotgan, kelajakda bu yerlarga ham gaz keladi deb o'tiribdi. To'q bor, suv bor. Gaz kelgusida mahallaga tortilish arafasida. Hurmatli azizlar, yanada qo'shimcha ma'lumotlarni shu nomerlardan olsangizlar bo'ladi. Mangotiy bozori sizga yaxshilarni, arzonlarni taklif qilishda davom etadi. Narxini keladigan bo'lsak, 149 million so'm. To'g'ri eshitdingiz, 149 million so'm yana kelishiladigan yeri bor. Keling, ko'ring, so'rang degan yeri bo'ladi. Hurmatli azizlar, ta'kidlab o'tganimizdek, juda kompaktni, ixcham, shifrlangan, yangi solingan toza joyga marhamat. Azizlar, bu xonadonni ko'rib, bir like bosib, bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Oldingizda yana shunday zo'r joylar chiqadi. Xudo xolasa, manzilda ko'rib turganingizdek, ko'pirga ketishda o'ng qo'lingizda metanning ro'parasida joylashgan ana shu xonadonimiz bo'ladi. Yo'lga juda yaqin manzilda. Bir like bosib, videoni joyalaman deb yurgan tanishlarga jo'natib qo'ying. Arzon joydan quruq qolib qo'ymang. Keling, ko'ring, so'rang, hammaga zo'r joylar nasib etsin.